alaykum do'stlar. Hozir sizlarga bolgarskiydan dimlama qilishni ko'rsatib o'taman. Bilganlarim bor albatta, lekin bilmaganlar ham bor ichimizda. Bilmaganlar uchun albatta bu. Bilganlar uchun emas. Bolgarskiylarni menda biroz katta. Shu holida yaxshilab yuvib tozalab, shunaqangi o'rtacha kartoshkalarni archilaymiz. Birinchi sabzini qovurib olamiz. Shunaqa qizil bo'lishi kerak. Ikkita tarafi ham. Birinchi sabzini qovursak, ta'mi boshqacha chiqadi. Keyin go'shtimizni solamiz. Hamma o'zini oilasiga qarab go'shtini solish. Men qo'y go'shti bilan mol go'shtini aralashtirib soldim. Bu ham yaxshilab qovurilgandan keyin kartoshkasini solamiz. Endi kartoshkamizni solamiz. Kartoshkamiz sal rangiga qizargandan keyin piyozini solamiz. Solamiz. Uni keltiramiz. Shunday qanaqa keltiramiz. Chesnok xohlovchilar chesnok solsa ham bo'ladi. Men yoqtirmagan sababi solmadim. Xomini yechni yoqtiraman, chunki xomini solamiz. Piyozimizni solamiz. Yaxshilab qovurib, ustiga suv quyamizda, past olovda dimlab qo'yamiz.